ko'z atrofida u ptoz bo'ladi. Negaki ko'z atrofida yog' kletchatkasi kam bo'ladi, ortiqcha teri ko'p bo'ladi, ortiqcha teri osiladi. O'shani davosi ko'pincha u plastik operatsiya, blefaroplastika qilgandan keyin boshqa muolajasini qilsa chiroyliroq rezultat bo'ladi. Agar fillerdan juda ham katta ishib ketgan bo'lsa, agar o'zi xohlamayotgan bo'lsa, shu holatda to gialuronidase degan preparat ferment bilan eritib tashlanadi. Botoks bilan filler endi qaysi zonaga qarabdi. Agar ajin bo'lsa, конечно, botoks. Agar o'tbetingizni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, bu filler. No, men asosan to'ldirmayman, faqat labga filler ishlataman. Tak, bunaqa fillerlar bilan ko'p ishlamayman. Dombo odamlar filler olish mumkin emas, hamma yog'i achchiq bo'lib ketadi. Botoks olsa bo'ladi, no me'yorida, chunki agar ular ham ko'p botoks olsa, ptoz bo'lishi mumkin. Bu dombo odamlar. Og'riq odamlar, ozg'in odamlar filler ham olsa bo'ladi, botoks ham olsa bo'ladi.